Assalomu alaykum. Bizni internet tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalarni sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aramazor mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona eshik, 2 dona rom olib kelib o'rnatib berdik. Zalotoy dub profilidan. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, romlarining razmerlari 50 cm, bo'ylari 70 cm, pastlarini 3 ga bo'lib, o'rtasini bitta ochiladigan qo'yib berganmiz. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi. Penalarga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yog'iga aylanasiga quyib chiqdik. Qadrli obunachilar, eshigini razmeriga to'xtaydigan bo'lsak, eshigini razmerlari ham enlari 50 cm, bo'ylari 250 cm, ikkala qanotini teng qanotli qilib, eng qiziq tomoni balkon profildan 12 cmlik balkon profildan qo'yib berganmiz. High-tech fasonida bitdi. Dakansa aynalarni qo'yib, nihoyatda go'zal bo'ldi. Rochkalarga e'tibor beringlar. Rochkalari termo rochkalarni qo'yib berganmiz. Ostli yopilishiga bitta e'tibor beringlar. Ustli yopilishi ham hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Qadrli obunachilar, oynalari bir qavat yo'duv oynalarni qo'yib berganmiz. Mustahkamligiga e'tibor beringlar. Keyingi razmeriga to'xtaydigan bo'lsak, keyingi razmerimiz enlari 50, bo'ylari 70 cm. Buni ham o'rtasidan bitta ochiladigan qo'yib berganmiz. Bez padagonnik qo'yganimiz yo'q taylariga. Qadrli obunachilar, oynalari romlarki-yu, eshiklarki bir qavat yo'duv oynalarni qo'yib berganmiz. Ichkari tomondan ko'rsataman. Ichkari tomon chuqurligi uchun ichkari tomonga o'tmay qo'ydik. Mana hali beri bitgan yo'q, polmoli yo'qligi uchun qiynalmaylik deb tashqari tomondan ko'rsatib qo'ya qoldik. Qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aramazor mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona eshik, 2 qanotlik balkon profildan plus 2 dona 150-170 cmlik romi bilan bir qavat yo'duv oynaga bez padagonlik 6 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimda savol taklif bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. O'qib chiqib javob berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmagan obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishni unutmanglar. Xo'p, qadrli obunachilar, eng qiziq joyini aytmoqmiz. Xonadon egasiga 4 kunga muddat olgan edik. Hop, 2 kunda olib kelib o'rnatib berdik. Bizda hech qanaqa yolg'on yashiq gaplar bo'lmaydi. 2 kunda deymi, 2 kunda olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Mana xonadon egasi mana. Xo'p, o'zingiz fikringizni bildirsangiz, Hoshit og'a. Kommentariyaga nima deyman, yaxshi. Ishlarimiz yoqdimi, Hoshit og'a? Yaxshi. Ishlar yaxshi. Qolganlarga tavsiya berasizmi, Hoshit og'a? Qildiringlar, eng qizig'i shu 2 kunda tayyor bo'ldi. Mana Hoshit og'alar xudo xolasa xursand bo'lib qabul qilib olishdi. Bizni kuzatib olinglar, bundan da qiziq videolar hali oldinda.